Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom hadis muboraklarida marhamat qiladilarki, ad-du'a silahul mu'min va ibaduddin va nurus samawati val ard. Duo bu mu'minning qurolidir. Dinning ustunidir, yer osmonning nuridir deb Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytganlar. Demak, musulmon insonning hayotida duo muhim o'rin tutadi. Har bir holatda duo qilishligimiz, Robbimizga talpinishligimiz, iltijo qilishligimiz, yalinib, yolvorib duolar qilishligimiz albatta bu o'zimiz uchun manfaatdir. Ushbu hadis sharifda Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilarki, mu'minning qurolidir. Dinning ustuni, dinning mohiyati mana shu duoda namoyon bo'ladi. Yer osmonni nurga to'ldirib oladi deydi. Demak, musulmon inson duoni o'ziga lozim tutmoqligi lozimdir.